Komandaga qanaqa KPI qo'yiladi? Komandaga KPI qo'yishi xuddiki futbol komandaga o'xshatib men tasavvur qilaman. Ko'p holatlarda tadbirkorlar nima qiladi? Hujumchilarga har bir gol uchun pul beradi. Aytaylik, har bir gol uchun men senga $100 dan beraman deydi. Bu ko'proq sotuvchilarga o'xshab qoladi. Yoki bo'lmasam sotuvchilarga kimdir tayyorlab beradigan marketologlar har bir o'tayotgan lidlarga aytaylik $5 dan beraman deydi va hokazo xuddi shu narsani o'tkazaveradi. Lekin umumiy jarayonni kuzatmaydi. Agarki biz bu narsani xuddi shunaqa qo'yadigan bo'lsak, biz nima qilishimiz mumkin? 10 ta gol urib ham yutqazishimiz mumkin. Nimaga? Chunki biz 10 ta gol urdik, lekin bizni raqibimiz 11 ta gol urdi va biz yutqazdik. Lekin yutqazganimiz bilan bizni hujumchilarimiz mazza qilib pulini olib ketyapti, marketologlar mazza qilib pulini olib ketyapti, umuman hamma mazza qilib pulini olyapti, lekin biz o'zimiz yutqazyapmiz. Qanaqa qilib to'g'ri bo'ladi desa, biz bularni hammasini nimaga moslashtirishimiz kerak? Natijaga moslashtirishimiz kerak. $100 beraman agarki biz g'alaba qozonsak. Yoki bo'lmasam har bir lidga manimcha beraman, biz qaysidir natijaga erishsak. Yoki bo'lmasam himoyachilarga har bir qaytargan himoyangga beraman, qachonki biz g'alabaga erishsak. Ya'ni umumiy siz tadbirkor sifatida yutsangiz, keyin bu narsani bo'lishish kerak. Bu nima degani? KPI hisoblayotganda birinchi to'g'ri asosdan olib chiqib turib, o'zingizga to'g'ri keladigan narsani hisoblab chiqib, keyin bularga taklif qilish kerak. Teskarisi bo'lganda siz ko'p holatlarda yutqazib qo'yasiz. Biznes boshqaruvida KPI tizimini qanaqa qilib to'g'ri tatbiq qilish bo'yicha videolar qiziq bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Shunga o'xshagan chiroyli misollarda tushuntirib beraman.